Mana bu videomizdan keyin juda ham ko'p ota-onalar bizga murojaat qilishdi. Kerak bo'lsa minglab ota-onalar farzandidagi chanoqson bo'g'imidagi displaziyalar, chala chiqig'lar, to'liq chiqig'lar, patologik jarayonlar haqida bizdan maslahat so'rashdi. Biz qo'limizdan kelgancha maslahatlar berishga harakat qildik. Lekin afsuski, juda ham ko'p ota-onalarimiz chanoqson bo'g'imidagi kasalliklarga befarq qolayotganligiga guvoh bo'ldik. Ya'ni yuzaki qarashyapti. Albatta bu chanoqson bo'g'imidagi kasalliklarni davolash oson emas. Chuqur ortopedik davo choralari ko'rish talab qilinadi. Mahalliy shifokor ortoped nazoratida turish shart. Aks holda bu asoratli bo'lib tuzaladi va kelajakda farzandingizda bartaraf bo'lmas jarayonlarga sabab bo'lib qolishi mumkin. Ya'ni koksartroz, osteoartrit, deformatsiyalovchi artrozlar, son suyagi boshchasi yemirishlari, kelajakda aseptik jarayonlar ham kelib chiqishi mumkin. Shuning uchun sizlardan iltimos, shifokor maslahatiga to'liq amal qilinglar. Davo choralarini oxiriga yetishga harakat qilish kerak. Befarq qolinsa, albatta kelajakda farzandingizda umrining oxirigacha asoratlar kutib turibdi.